Men Berdiyorova Sitora, Zarmit universitetining davolash ishi yo'nalishida 2-bosqich talabasiman. Men Shoziva Xushnuda, Zarmit universitetining davolash ishi yo'nalishining 2-kurs talabasiman. Men 2020-yil Navoiy viloyati Xatirchi tumanidagi tibbiyot kollejini tamomlaganman. 2021-yildan 2025-yilgacha Navoiy viloyati Uchquduq tuman tibbiyot birlashmasida hamshira lavozimida ishladim. 2012-yil Samarqand tibbiyot kollejini tugatib, 1-son tug'ruq majmuasiga hamshira lavozimiga ishlab kelyapman hozirgi kungacha. Ish faoliyatim davomida 2024-yil Samarqand shahridagi Zarmit universitetiga davolash ishi yo'nalishiga o'qishga kirdim. 2024-yil Zarmit universitetining davolash ishi yo'nalishiga o'qishga kirdim va hozirda 2-kurs talabasiman. O'qishga kirganimdan keyin 1 yil davomida Uchquduq tumaniga qatnab, ham ishlab, ham o'qidim. Universitetga kirishimdan sabab o'zimni malaka va ko'nikmalarimni oshirmoqchiman va eng yaxshi shifokorlardan biri bo'lib chiqmoqchiman. 2025-yil oktyabr oyida Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Samarqand filialiga neyroxirurgiya bo'limi hamshiralik lavozimiga ishga qabul qilindim. Darsdan bo'sh vaqtlarimda Samarqand shahar 1-son tug'ruq majmuasiga hamshira bo'lib ishlayman.